Kamga necha? Assalomu alaykum. Jonkalar, qanaqasizlar? Tuzimsizlar, charchamayapsizlar? Mazali yaxshimi? Erjonni kutyapman. Ko'chaga chiqishimiz kerak. Erim o'rtoqlari bilan er-xotin bo'lib. Yana joyiga tushdi, iziga tushdi. Er-xotin bo'lib ko'chaga chiqishimiz kerak. Har doimgidek biz xotinlar erta tayyor bo'lib, erlarimizni mana shunaqa qilib kutamiz-da. Даже Muhammad tayyor dadasini kutyapti. Lekin bu erkaklar hali kelmadi. Muhammad, qayerga boramiz? Qayerga boramiz? O'tirsam o'tirib. Gaplar. Kesalar kela qolmaydilar. Endi tezroq. Ro'molim yaxshi turibdimi? Ozgina hozir videoda ko'rdim. Yuzim bundoq to'playib qolibdimi? Tuba. O'zim yuzim chiroyligina bo'lsa, mashalloh yuz bo'lsa. Shunaqa. Kurkuldagacha borib kelatsam, kurkuldek to'laydi bo'ladi mana bu payt. Mani yigitim qalay? Jonim, menga qara bitta. Uy, mana bolam, mana toyim. Chol, mana bolam chol. Yengirasi uzun qizlar. Bip. Men Furani bip topdi. Oye. Bitta kerak emasmidi? Kammidi? Kerak emasmidi? Nahotki uyga kelish shunchalar qiyin. Baba. Oma, tasha. Oma. Harom yuk yo'llardan kechdik. Kutaveraman. Bu yoqqa o't, Muhammad. Kutyapman. Men seni haliyam kutyapman. Yurib turamiz. Ko'pchilik meni sochimni gapirishadi-da. Mana ko'paytirib yig'ib olasiz. Qizlar, meni sochim qalin, sochim ko'p, uzun meni sochim. Uzun. O'shaning uchun meni sochim mana shunaqa bo'lib, to'payib turadi-da. Pastroq yig'sam va o'lsa. Sanima? Voy, men hijobliman. Men spoliman. Men hijobdaman. Men hijobliman. Nima qiladilar? Nima qilma? Cho'chima dedi. Park? Xullas er-xotin yig'ila olmadik. Bitta meni erim borishga za bo'ldi, qolganlarni erim ko'mtirga ketdi. Voy, kasallar xushgan ekan, muzga havo keldi. Xullas shunaqa gaplar. Keyin bolalarni plashadkaga olib keldik. Erkaklarga ishonch qolmadi. Endi yolg'iz o'zimiz ayollar boramiz. Mana bu yo'lni qarang, katta xolasini uyda yotgandek. Voy, sekin. Yiqildi. Bolalarım bizning vafodor aka erim uygami? Xo'p. Ha, bo'ldi.
Yur bo'ldi, yopilishyapti ekan bola. Muhammad. Yur ketdik bo'ldi. Yoparkan. Hey! Men nimadir Oyjon bilan o'zimga olaman-da. Kirib olaveraylik. Yo'q, anaqadan Safiyani yonidagidan. Nima edi nomi? Patrismi? Yo'q, qimmat emas, arzonini olaman. Bo'la qolani dadang olib qo'ydi. Shunday bo'lsin. Bo'lmasa boshqachasi kerak emas deydi-yu. Hamma joyda yordam etadigan o'sha meni yorim. Shunga olaman Oyjon, o'zimga, qizimga. Choy bilan ichamiz. O'zimga lekin kofe olaman. Bering, bering. Bering. Ikkitasidan bittadan oldim. Mana bu KitKat oldim. Olaveram, ochavering. Kofe ham tayyorlab qopdim. Erim bilan bo'lsa zapravkaga borish ham qiziqdi. Ketdik. Bolalarni uxlatdik. Oyjonga aytdim. Boraveringlar dedilar. Shunaqa. Ketyapmiz endi zapravkaga. Xullas biz zapravkaga keldik. Gazga. Chuganskiy kiyimimga baho beringizlar. Kilot boshqa, men bu ko'yni boshqa, qora ro'mol. Faqat chiroyli bo'lib chiqaveradimi? Ko'rdingmi? Ro'mol, ani sochku va shani kiyim ichiga tushib ketdi. Shoshilib chiqdim-da. 12 da yopiladi zapravka. 12 da yopiladi, shoshilib chiqdim. 11:30 dan oshdi. Bolalarni uxlatishim kutib turdilar derim. Bolalarni uxlatdik, qochdik. Shunaqa. Qizim uxlash qiyin. O'g'lim tez uxlaydi. 7 minut uxladi o'g'lim. Qizim 1 soatdan uxlatdi shunaqa. Xotin jinnilar deydi-yu. Hozir yo'lda tipratikan ko'rib qoldik. To'xtadik. Bolalarga olib olamiz. Voy. Ketib qoldi-yu. Qidirib ketdilar. Ajoyibmiz bor biz xotinlar. Qizlar, ana erim o'zlariga aeroport sopdilar-da. Ancha oldin aytuvdim, olib bering deb. Olib bermagandilar. Va miskamizni va shibalan. Olib bermagandilar. Keyin boy o'zlariga olibdilar. Ishxonada eshitaman dedilar-da. Endi men zapravkaga kelguncha rahmat, bozga shukr bu dedim-ku. Yaxshi gap natijasida qizlar menga beryaptilar-da, men telefonimga ulayaptilar-da, men deb beryaptilar-da. Keyin bu mengami dedim. Mengami dedim-da. Senga dedilar. Voy siz-chi dedim-man. O'zingizga oldingiz buni desam, o'zimga boshqa olaman dedilar. Xursand bo'lib ketdim. Voy, kichkina narsa qizlar, to'g'ri. Kichkina narsa, lekin bu e'tiborda. Ko'rasizlar, prosta yaxshi gapirib, siz boringizga shukr, yaxshi ko'raman sizni deb hurmatini qildim. O'zlariga olgan narsani sirasi menga berib yubordilar-da. Ishxonada men bu muzika eshitib, ish qilgani yaxshi ekan, bitta qulog'imga tiqlasam dedilar-da. Olganlar bugun oldilar. Ko'rib xasgina xafa bo'ldim. Menga emasmi deb bo'lsam, yo'q o'zimga oldim dedilar-da. Ha, bo'pti dedim-da. Ammo endi hozir o'zim yurmayapman-ku, ipodromlarga, o'rizorlarga borib kelganda zerikib qo'yatuvdim-da. Voy qizlar shunaqa. Xullas olib berdilar. Arzimagan pul, lekin men uchun bu baxt. Enamni o'yirganlar. Mashina ola olasizmi? To'g'ri 2000 danmi? Nech puldan ekan? Ash chiroyli ekan. Nima edi oti? Imam ayiqchamiz chiroyli ekan. Uni yo'qmi? Ishlatdingmi?